Xo'p, bizni bugun hammamiz so'ragan, ko'pchilik so'ragan balondan savachcha yasashni mo'ldan o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi uchun bitta balon, o'zidan chiqqan 3 ta mana kalcholar kerak bo'ladi, pichoq, drill, samarez, o'zimizning instrumentimiz kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz balonimizni keraksiz joylarini kesib tashlash bo'ladi. Mana bu liniyadan kesamiz. Ikkinchi liniyasi mana bu liniyadan kesamiz. Asosiy balonimizni tayyorlab oldik. Bu mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hop. Endi buni o'zimizning temirimiz bilan qayrib oladigan temirimiz. Balonni teskari tomoniga aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. Aylantirish usullari ham shunaqa. Shu holatga kelganda bu qismini bosganimizda yog'ini tortib aylantirib olishimiz mumkin. Bu mana ko'rinishga keldi. Xo'p, mana bu o'zida ochib qo'ygan qismini o'ziga joylashtirib qo'yamiz. Teksga e'tibor beramiz. Bitta liniyada qotirishimiz kerak bo'ladi. Chiroyli va baquvvat qilib shuni o'zida ancha-muncha detalimiz tayyor bo'lib qoldi. Xo'p, piyola shakliga keldi. Choynak piyolaga zakaz berishgan klientlarimiz bilishadi. Mana piyolamiz ham qisman shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shuni o'zini ham rang berib, tuproq to'ldirib, gul ekishingiz ham mumkin. Ko'pchilik bog'cha qilib bizdan shunaqa narsani so'rashadi. Mana shu videoni shu qismigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz oddiy gul to'y yasa olasiz. Mana o'sha kerak bo'lgan 3 ta kalchamiz. Biz ikkitasi bir xil, bittasi kichkinarog'i. Biz mana shu ikkitasi bir xilni teng 2 dan bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Teng 2 dan 2 ga bo'lamiz. Mana shu ikkalasini, ikki kichkinasini bo'lsa teng 4 ga bo'lamiz. 4 qismga ham qilib bo'lib olamiz. Teng kesib olamiz. Turus bo'ladi. Temir kesadigan apparatda ishlatganimiz ma'qul. Xo'p, bizda o'sha kalchalarni kesib oldik. 4 ta kichkina, 4 ta kattasini keltirdi. Shishani kattasidan boshlaymiz. Kattasini tashqi tarafiga o'tamiz. Keyingisi 4 ta kichkinalarimizni ham ichkari tarafidan xuddi mana shu ko'rinishda qotiramiz. Bir tekisda va chiroyli bo'lishiga to'g'ri keladi. Asosiy qismi bitdi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Boya o'zidan qolgan anaqa lentasi bor edi. Kesib olganimiz. Mana shundan hozir bir chiroyli bir idea qilamiz. Xo'p, lentamizni bundan xuddi shunaqa to'rga bo'lib olamiz. Teng qilib, iloji boricha teng qilib olamiz. Xo'p. Biz bundan lenta yasashga harakat qilamiz. Bular qo'shimcha bezak sifatida foydalanamiz. Qazin-qazin. Teng qilib bo'ldik. Panch qismini yasalamiz. Mana qayrab, to'g'ri samarezda o'rtasidan qo'yamiz. Shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Banchga o'xshab chiqishi kerak. Bizga bundan 4 ta kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan lentalarimizni xuddi shu ko'rinishda arkalarimizni o'rta qismlariga drilldan o'tkazamiz. 4 ta tomoniga o'sha 4 ta lentamizni o'tkazsak, mana shu ko'rinishda chiqib keladi. Endi buni oxirgi ishi mana shu samarezlarini albatta kesib tashlashimiz qoldi. Umumiy ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Buni asosan ko'chatlarning ustiga yoyib, himoya vositasi sifatida ham foydalansak bo'ladi. Mana ichkarida tursa, chiroyliroq bo'lib, hammani qo'liga, ayniqsa kichkina bolalarning qo'liga kamroq tegadi. To'liq qo'ysa ham chiroyli bo'ladi. Qolgan paytda buni olib qo'ysak ham bo'ladi. Keyingi videolarimizda mana shunaqa mototsikllarimiz, tankalarimiz, mashinalarimiz ham yasalish jarayonlarini iloji boricha qo'ldan kelgancha video qilib ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Uning uchun bizning profilimizni kuzatib boringlar. Like tugmasini bosib, bog'chada ishlaydigan tanishinglar bo'lsa, bemalol bog'cha palarimizga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Manfaatli bo'ladigan video bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolisa, bog'chalarimizga ko'rkiga ko'rk qo'shib tursa, biz xursand bo'lamiz. Bog'cha palarimizdan bemalol videolarimizdan foydalanib, ko'rishlari va amalda sinab ko'rishlari mumkin bo'ladi.